Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 9-iyul holatidagi baholo sog'ishlarni chiqaryapman. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Shu holatda sap-sariq chiqyapti. Sap-sariq deyiladimi, oppoq deyiladimi, lekin qizil ham bo'ladi orada. Atlasli holatda chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Atlasli holatda zavodni o'zi mashinamda 750 so'mdan olib ketsam bo'ladimi deganlarga mana ochirib ko'rib turibsizlar. Mana bitta emas, orqasida yana bitta mana 4 ta turibdi, 5 ta. Havo oldi, mana bu kamaz bor. Narigi tomonda ham kamaz ham bor, havo ham bor. Mana shuncha ochiribdi, ichida olaman deganlarga bemalol olishlaring mumkin. Mana ishlarning holatlarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli holatda ochirib bo'yicha olaveraman deganlarga bir kun, 2 kunlab ham olib ketishlari mumkin. O'shani hisobiga dastavkalarimiz shunaqa desa o'zim olsam bo'lmaydimi deganlar bo'lyapti. Mana shuncha ochiribda turib olaman deganlarga bemalol kelib olsalaring bo'laveradi. Mana narigi tomonda ham kamaz turibdi. Bu yonida mana yana bitta havo turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Mana shuncha ochiribda olaman deganlarga bemalol ochirib bilan. Hatto bu mana buni ochiribda bo'ladigan bo'lsa, nariginga ochiribdani umuman bitta joydan bo'ladimi, o'rtoq bo'ladimi, tanish bilish bo'ladimi. Endi bu ham masalan hammasi zavodning mashinasi bo'lgan taqdirda ham bir-biriga ochirib bermasligi sababi bor. Vaqtla tashab kelsa, hozir tashab kelish kerakdir balkim. Hozir tashab keladigan bo'lsa, vaqtliroq uyga keladi. 2 soat oldin uyga keladi. O'shalarning hisobiga umuman hech kim bir-biriga ochirib bermaydi. Sizlarga ichkaridagi holatini chiroyli holatda ko'rsatib beramiz. Mana hovamizga ish yuklandi, Chinobodga boradi. Kimga Chinobod atrofidan ish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Adreslarni, lokatsiyalarini tashlab beramiz. Chiroyli holatda dastavkaga yetkazib beramiz. Bundan tashqari bu 5000 talik mashinalar mana hammasi. Hozir zavod o'zida 7 ta 5000 talik mashina turibdi, 2 ta havo turibdi. Bu tomonda xohlasa 5000 tadan kam kerak deganlarga ham 53 mashinamiz ham bor. Xohlasalaring 2000 ta, xohlasalaring 3000 ta, xohlasalaring 4000 ta lik mashinalarda bemalol dastavka qilib beraveramiz. Mana ochiriblar ko'rishlaring mumkin. Kimga mana shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa, mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu holatda boradi, chiroyli holatda bemalol dastavka qilib beraveramiz.